Shunda bir oyda 30 ming dollarlik sotilyapti. Xuddi shunday. Bular akani o'rtoqlar mana o'zimiz o'zbeklar ham Rossiyaga kelib, birovni qo'lida ishlamasdan o'zlarini brendlarini yo'lga qo'yib chiqarishsa, tanishinglar Sohiljon aka Namangandan. Sohiljon aka bilan 3 oy oldin Lesofex brendiga asos solgandik. Xitoy orqali kir yuvish kapsulalarini ishlab chiqarib kelgandik. Hozir bu mahsulotimiz Wildberriesda sotilyapti. Vobshe sotuvlari, odamlarning fikrlari qanaqa aka bu brendga? Brend natijalari zo'r, xudo xolasa sotuvlar yaxshi, odzivlar вообще hammasi Yaxshi, a'lo, ijobiy, 5 darajada. Men bundan juda ham xursandman o'rtoqlar. Ulardan ham so'rab qolardim, akamizni brendini podдержка qilishligini, sababi Rossiyadamiz, nima bo'lsa ham birovni qo'lida ishlamayapti, o'zini biznesini yo'lga qo'ygan. Pastda artikulni yozib qoldiraman. Shuni Wildberriesga artikulni tersanglar, magazin kelib chiqadi. Magazinda xudo xolasa bir oyda 30 ming dollar savdo, kuniga 150 tadan zakaz tushyapti. Ular ham zakaz qilib ko'ringlar, akamizni brendini qo'llab-quvvatlanglar, zo'r narsa. Kiyimlaringni bir yuvib ko'ringlar, keyin menga aytasizlar.